Assalomu alaykum hammaga. Bizda Gentra zajigание zamok ichida kilit sinib qolgan. Kilit sinib qolgan ko'rganlaringizdek. Hozir shuni hech joyina zarar yetkazmasdan, molotok bilan urmasdan ichini ochdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm Chip House'ga kelaverasizlar, qilib beramiz. O'zimiz Gentra Nexia 3 Cobalt bo'lgani toza mashinalar qilamiz. Spark, Gentra Nexia 3 Cobalt, Malibu, Tracker 2-1 farqi yo'q. Inomarkalarim. Kelaverasizlar. Korpus. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa hech zarar yetkazmasdan qildik. Kilit yasalgan. Joyini suqamiz. Hamma ishimiz akkuratni bitdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga telefonlashaverasizlar. Zamok sinib qolishi yoki kilit yo'qolishi, mashina ochish xizmati hammasi bor. Mabodo bulutli kilitlaringiz bo'lsa, uni ham o'qitib beraveramiz. Farqi yo'q. Tracker, Malibu, Cobalt, Orlando hammasina xizmatlarimiz bor.